Assalamu alaykum to'rdoshlar, qanday ahvolinglar? Sog' salomat turibsizlar. O'tgan bir ikki hafta ichida bir maqola yozayotgan bir maqola tufaylidan mazmun tayyorlab yo'llay olmay qoldim. Shuning bilan ikki haftadan buyon sizlar bilan ekranda ko'rishish bugun nasib bo'ldi. Men bugun sizlarga shu o'tgan bir hafta ichida mayli bizningki vatanda bo'lsin, chet elda bo'lsin va dunyoning hamma yerida bo'lsin, Uyg'urlarga munosabatli bo'lgan bir yurish temalarni tanlab elib keldim. Asli bu xabarga chiqib bo'lgan mazmunlar, lekin men buni azto'lam muloyiza aralashtirib turib sizlarga sunmoqchi. Va shu munosabat bilan men bundan keyin har haftada bir qatim haftaning oxirida shu Uyg'urlarga munosabatli xalqaroda taratqularga chiqqan yoki bizningki ichimizda shu chet eldagi muhojiratlik Uyg'urlarning ichida kun tartibga kelgan masalalarni yig'ib, shuningdan belgilik ahamiyati bor muhim deb qaraganlarimni ratlab sizlarga sunmoqchi. Buni men Uyg'ur haftaligi deb atadim o'zimcha. Esinglarda bo'lsa kerak, vatanda vaqtda bizningki televiziya kanallarida bir program batdı. Dünya haftaligi deb keyin amaldan qoldirilgan bu programma. Men shundan ilhom olib buni Uyg'ur haftaligi deb atadim. Unda bo'lsa Uyg'ur haftaligining tunji soniga xush keldinglar. Bugun intayin mol mazmun bilan to'lgan bu tunji sonimiz. Chunki o'tgan bir haftada bizning Uyg'urlarga munosabatlik bek ko'p ishlar yuz berdi. Hem bek ahamiyatli ishlar yuz berdi. Shubhisizki shuning ichidagi eng muhimi, eng nochisi bizni xursand qilgani bo'lsa, Amerikaningki prezidenti Donald Trumpningki 2020 Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasiga imzo qo'yganligi va buning rasmiy qonunga aylanganligi. Hamda bu Uyg'urlarningki davosidagi, Sharq Turkiston davosidagi cho'ng bir buruluş, cho'ng bir abida xarakterlik bir hodisa. Gerçi boshqalarga nisbatan undaq cho'ng bir ish hisoblanmasa-mu, chunki Amerika parlamenti yilida nurg'ulg'an qonunlarni ma'qullaydi. Ammo biz uchun ahamiyatga ega, shuning uchun buni dunyoning hamma yeridagi Uyg'urlar nihoyatda xushallik bilan qarshi oldi, tantana qildi, buning bo'lgan umidlarini, tilaklarini ifodaladi, Amerika hukumatiga va xalqiga bo'lgan rahmatlarini aytib ulgurdi. Shuningdek bizni texmo xursand qilgani buningga Xitoy taratqularning intayin kuchli inkas qaytirganligi bo'ldi. Amerikani shu qadar shu qadar qo'pol so'zlar bilan tillab o'zininki naqadar saviyasizligini isbotladi. Va shu bahonada bu xo'shallikni bizning xalqimiz bilan yuz ko'rishdi, ya'ni yetkazgan bo'ldi. Biz vatanda vaqtda shundaq chet eldagi tashkilotlarni, Dunyo Uyg'ur qurultiyi bo'lsin yoki boshqa ma'rif jamiyati bo'lsin, tashkilotlarni tanqidlagan vaqtda yoki Robiya Qodir Do'lquniyga o'xshash bizningki faoliyatchilarimizni, siyosiy shaxslarimizni tanqidlagan vaqtda biz shuning ichidan gazetlarningki xabarlarningki qur orasidan yoki bo'lmasa diktorlarning so'zlariningki oralardan biz uchurlarga erishatdik va ular bizga tillash uchun, tanqidlash uchun sungan bo'lsa bu masalalarni biz uning uchun ilhom olatdik, xursand bo'latdik. Menimcha cho'qim ishni bizningki vatandagi xalqimiz bundan ilhom oldi, suyundi, belgilik darajada umidga to'ldi. Endi hammamizningki samimizda bo'lganidek o'tgan bir qancha yildan buyongi kelayotgan shiddatli zulm bizningki mayli muhojiratda bo'lsin, mayli vatanda bo'lsin, bizningki xalqimizningki kurash irodasiga belgilik darajada ta'sir ko'rsatgan bo'lishi mumkin edi. Endi bu bir ilhom bo'ldi. Shuning uchun bu jihatdan elib aytgandimi, intayin muhim ahamiyatga ega bir hodisa bo'ldi. Albatta bu haqda jiq to'xtalmayman, chunki bu chaqchimi buni jiq so'zlashib ketdik. Ondan keyin buningga yondashib yuz bergan ba'zi hodisalar diqqatni tortadi. Masalan, mushu qonun loyihasiga Trump imzo qo'yayotgan mezgilda
qo'yayotgan mezgilda Amerikaning davlat ishlari kotibi Mike Pompeo bilan Xitoyninki shu tashqi siyosatga mas'ul yuqori darajalik amaldori Yang Jiechi Amerikaning Havoyida suhbat o'tkazdi. Bu suhbat xabarlarda berilganda Xitoy tarafninki tashabbusi, talabi bilan elib berilgan. Ammo suhbat utuqsiz bo'ldi. Xabarlardagi ba'zi mazmunlarga qaraganda Xitoy taraf shu Hong Kong masalasi, undan boshqa shu Xitoy virusi masalalarida Amerikadan Xitoyga yo'l qo'yishni, Xitoyning qattiq tegmaslikni talab qilgan. Uyg'urlar haqida aniq bir narsa deganligini ko'rmadim, ammo ba'zi tahlillarda buni o'tirib qo'ygan bo'lishi mumkin. Shu qonun loyihasini ma'qullamaslikni talab qilgan bo'lishi mumkin degan farazlar chiqyapti. Menimcha shunday talablarni o'tirib qo'ygan bo'lishi mumkin. Ammo bu qonun loyihasi biz bilganimizdek allaqachon Amerika parlamentida mutlaq ko'p ovozning qo'llashi bilan ma'qullanib bo'lgan. Shuning uchun buni Trumpninkimi rad qilma deb rad qilgudek bir imkoni yo'qdi. Rad qilsa-mu qonun bo'ladi, ammo o'zininki shon sharifiga, hurmatiga daxl yetadi. Shuning uchun Xitoy tarafining bu vaqtdagi talabi garchi yo'lsiz bo'lsa-mu, shunday talablarni o'tirg'a qo'ygan bo'lishi mumkin. Nimalar bo'lmasin, bu suhbat muvaffaqiyatsizlik bilan oxirlashdi, ammo buningki kishining diqqatini tortadigan tarafi dal Mike Pompeo Yang Jiechi bilan ko'rishayotgan mezgilda Donald Trumpninki mazkur qonun loyihasiga imzo qo'yganligi edi. Bundan keyin Xitoy taraf bu qatimqi suhbatni nihoyatda muvaffaqiyatli bo'ldi, barpochil, qurushchan bir suhbat bo'ldi deb yuqori baho bergan edi. Ammo keyingi kunisi, ya'ni 19-kunidagi Xitoy taratqularınınki xabarlari bo'lsa, odamning haqiqatan kulgisini keltirdi. Ya'ni Amerikaliklarni uzun bilak maymunlar deb shu qadar yana odamsimon maymunlarga, shimpanzlarga o'xshatib shu qadar haqorat qilgan asosda tanqidladi. Biz ko'rayotganimizdek Xitoy garchi buni bir varaq qog'oz deb to'xtamay tuvan tushirishga tirishayotgan bo'lsa-mu, ammo ularningki bunga tutgan muomalasidan buningki Xitoyni naqadar cho'chitganligini va Xitoy uchun nihoyatda cho'ng bir signal bo'lganligini ko'rib olishga bo'ldi. Bir qancha kundan keyin bu yon Xitoyninki taratqullari, jumladan bizningki vatandagi Xitoy doiralarining taratqullari buni to'xtamay xabar qilyapti. Va buningga qarta bir qism terrorlikqa qarshi turish yoki bo'lmasa Uyg'urlarni rol og'izib sahnaga chiqarish orqali ba'zi tashviqot tipidagi faoliyatlarni elib beryapti. Endi bu vaqtda bunchalik to'xtalaylik. Uningdan boshqa buningga munosabatlik yana bir ish yuz berdi. Garchi Uyg'urlarni biroz ma'yuslantirdi. U bo'lsa-mu Amerikaningki sobiq davlat bexatarlik maslahatchisi John Boltonninki yangi kitobida o'ttirib qo'yganlari. Buningda deyishcha 2018 deyman, shu vaqtda Amerika prezidenti Xi Jinping bilan ko'rishgan vaqtda Xi Jinping shu lagerlarning ahvolini prezident Trumpga so'zlagan va Trump bu yaxshi ishkan davomlashdi degan bu mazmunni o'ttirib chiqdi va buning bilan bu prezident Trumpninki bir siyosiy saytchiligi bo'lib o'ttirib chiqdi. Endi bu o'ttirib chiqqandan keyin bizningki Uyg'urlar orasidami bir qism munozirlar bo'ldi. Bir qism kishilar buningga qarta tushuncha berishga tirishdi. Yana bir qism kishilar umidsizlandi degandek. Ammo mening his qilishimcha Trumpninki bundaq degan bo'lish ehtimolligi yo'q emas, chunki ayni vaqtda Trump vaziyatni o qadar bilishi notayin. Ham buning ustiga Trumpninki so'z qilish uslubimi shu, hammamiz bilamiz. Ammo buningga qarta Uyg'ur jamoatchiligininki bek sazgur bo'lib ketishiningki hojati yo'q. Shunga tanqidlaydiganlar tanqidlasa, to'g'ri tushunadiganlar to'g'ri tushunsa bo'laveradigan bir ish. Erkin jamiyatda, erkin taratqular bor jamiyatda o'xshamagan fikrlarga davomli yo'l uchuq. Amerika taratqulari o'zi tanqidlagan ekan. Uyg'urlarni erkin tanqidlagisi kelsa, tanqidlasa bo'laveradi. Eng muhimi Uyg'urlar o'zininki davlat manfaatini, milliy manfaatini birinchi o'ringa qo'yish kerak. Mayli u Trump bo'lsin, mayli Erdo'g'an bo'lsin, mayli kim bo'lsa bo'lsin,
Uyg'urlarninki milliy manfaatiga xilof ish qilgan vaqtda tanqidlaydigan ruh bo'lish kerak. O'xshashla to'g'ri qilgan vaqtda u yana kim bo'lsin, mayli Saudiya Arabistonning bu chaqqicha Xitoyni qo'llab kelgan podshohlari bo'lsin yoki Pokistonning hukumati bo'lsin, to'g'ri ijobiy qadam olgan vaqtda uni maqtaydigan bo'lish kerak. Ya'ni bu xalqaro munosabatda biz yillardan buyon o'rganganimizdek, navbatdagi ochiq realligimiz bizga o'rgatganidek, bizningki mangulik do'stimiz yoki mangulik dushmanimiz yo'q. Shunga kim bilan manfaatimiz birlashsa, shuning bilan hamkorlashadigan gap, kim bilan manfaatimiz qarshilashsa, shuning bilan qarshilashadigan gap. Bu vaqtdagi qarshim shu. O'tgan hafta Uyg'urlarga munosabatda yuz bergan ishlar ichidagi yana bir masala, shu Kopenhagenda ochilgan demokratiya yig'ini. Bu yig'inga Amerikaninki davlat ishlar kotibi Mike Pompeo videoluk so'z qilib avatgan. Men bu so'zni to'liq ko'rib chiqdim. Buni ko'rgandan keyin Xitoy Amerika munosabatiniki haqiqatan yiriklashib, nayti yarışış qiyin bo'lgan bir bosqichga kelganligini his qildim. Bu so'zida Mike Pompeo Yevropa davlatlarini, bo'lib demokratik davlatlarni Xitoyga qarshi Amerika tarafida turishga chaqirdi. Xitoyning shu Uyg'ur qatorliq musulmonlarni bostirganligini Ikkinchi dunyo urushidan buyongi xalqaro kishilik huquq dafsandachiligida yuz bergan eng zo'r bir hodisa, eng qattiq bir ahvol deb eskartdi. Ondan boshqa Hong Kong masalalarga va shu Xitoyninki virusninki sonliq ma'lumotlarni yushug'anligi haqidagi bayonlarni so'zladi, buni o'tirib qo'ydi. Ondan keyin shu Pompeo'ninki gapi ichida mening diqqatimni tortgan biri, Pompeo sizlarninki Xitoyga qarshi Amerikani qo'llaganliginglar hargizmi Amerikani qo'llaganliginglar emas, balki adolatni, demokratiyani qo'llaganliginglar. Xuddi bizmi sizlarga o'xshash 30 yil oldida Xitoylarni xalqaro jamiyatning bir a'zosi bo'lib qolamiki, odam bo'lamiki deb bizning tilimiz bo'yicha aytganda ularga qo'limizni sungan, ular bilan yaxshi munosabat o'rnatgan. Ammo ular odam bo'lmadi. Texmo eksicha navbatda Xitoydagi xalqqa emas, balki butun dunyoga ofat bo'lishga boshladi. Bizga hozir o'zimizning davlatidami erkinlik va bexatarlik tahdidi shakllantirishga boshladi. Shuning uchun bizni qo'llaganlik hargizmi Amerikani qo'llaganlik emas, balki demokratiyani qo'llaganlik deb xitob qildi. Pompeoning bu so'zida belgilik darajada albatta diplomatiya ustadligi bor. Amaliyotda ayni vaqtda Amerika nuqul Xitoyga yaxshilik qilish uchun emas, balki Sovet ittifoqini cheklash uchun, Xitoyni ayirish uchun yeniga tatgan. Lekin keyingi yuzlanishlarda haqiqatan Amerikada, Yevropada shunday bir umid bor edi. Xitoy tadrijiy taraqqiy qilgan sari, iqtisod kuchaygan sari demokratiyalashadi deydigan bir ong bor edi. Ondan boshqa Xitoyninki shu Jiang Zemin, Hu Jintao shunday bir umidni bergan edi kishilarga, muloyimligi bilan Deng Xiaoping'ninki vaqtni tut, o'zingni kuchlantirib ol degan falsafasi bo'yicha shunday strategiya, yumshoq strategiya qo'llangan edi. Ammo Xi Jinping hafta beshisini oshkorlab etdi. Shuning bilan dunyomi buni tunib yetdi. Gerçi Pompeo'ning gapida shunday diplomatik taraflar bo'lsa-mu, lekin Pompeo'ning deganninki asosi bor. Yuqorida o'tganimdek, Amerikada, Yevropada keyin shunday Xitoyni demokratiyalashib qolarmiki degan umid botdi. Mayli bu umid Xitoy tarafidan va Xitoy bilan munosabati bo'lgan tadqiqotchilar, ziyolilar, korxonchilar tarafidan o'ydirib chiqilgan umid bo'lsin yoki samimiy bir umid bo'lsin, ish qilib shunday bir umid bordi. Bu umid tamamen hozir yo'qqa chiqdi. Mayli Xitoy tarafininki pozitsiyasida bo'lsin, mayli Amerikaning pozitsiyasida bo'lsin, buni ko'ra olamiz. Endi Xitoy Amerika bilan raqib bo'lgan ekan, biz Xitoyninki zulmini chekayotgan, Amerikaninki belgili qo'llashiga erishayotgan bo'lish sifatimiz bilan bu nutqmi bizning diqqat qilishimizga arziydi deb o'ylayman. Chunki Xitoy Amerikaninki munosabati bizga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Bu munosabatdan biz qanday foydalana olamiz, buningdan biz nerede turimiz degan masalalar bizningki har vaqt shu ikki tarafninki maydonni kuzatishimizga va uni tushunishimizga
bağlıq. Əgər biz to'g'ri yakun chiqarmasak, to'g'ri hukm chiqarmasak, yana tarixiy xatolik sodir qilishimiz mumkin. Men shu nuqtadan bu nutqning mazmunini sizlarga yetkazishni muvaffaq ko'rdim. O'tgan hafta Uyg'urlarga munosabatlik yuz bergan ahamiyatli ishlardan biri shu Türkiye'de bir bölük advokatlar Şərq Türkistan meselesini, Uyg'urlarninki uchrayotgan zulümlerini BDT'ga yollashga tayyorlangan. Bular şu Türkiye'deki her qaysi advokatlar teşkilatlarından teşkillengen 100'ge yakın advokatın teşkillengen bir ümek iken bununki grupsininki ismi şu hukuk ve fikir munbiri deb atıldı iken. Bular şu ayninki 11. günü o deyme iniq yazmaptım. Biz kila hafta şu iltimasını BDT kişilik hukuk komitetiga yollayımız deb ilan qilgan. Menimcha bu munayti kişinin xoşal kılarlık bir iş. Aslında biz yıllardan buyan bizniki Şərq Türkistan davasının şu siyasi kısmına ehemmiyet verip keldik ve bu cihette belgelik neticeye eriştik. Ama kanun kısmına gelgen vaqtda bizniki yeterlik advokatlar qo'shunimiz bo'lmaganligi uchunmi yoki boshqa sabablardanmi bu jihatda yaxshi ilgirlash bo'lmay keldi. Hemimiz bilganimizdek Türkiye Türkler asas kılıngan bir devlet. Bu yerde Uygurlarga bo'lgan hisslaştıq güçlük. Şuna Türk advokatlar içinden Uygurlarni qo'llaydigan shundoq vijdonli kishilarningki chiqishi normal bir iş. Şuna bular bilan bo'lgan hamkorlikni texim kuchaytirish va bo'lsa shundoq advokatlar bilan teximizich hamkorlashish bizningki da'voyimizningki qonuniy jihatdan ilgirlashiga Xitoyninki bu Uygurlar qilayotgan qirg'inchiligini irqiy qirg'inchilik deb dunyoda itiraf qilg'izishga va Xitoyni xalqaro sudga tortish qatorliq jihatlarda muhim ahamiyatga ega deb qarayman. Yana bu gerçi xalqaro sudga emas, balki BDT kishilik huquq komitetiga yo'llanadigan bo'lsa-mu, yana ahamiyatlik, yana bizningki xo'shal bo'lishimizga arziydigan bir hodisa, bir taraqqiyot. Yani bu eskertip qo'ydigan bir narsa bu BDT kishilik huquq komiteti bilganimizdek o'tgan yili Amerika qaydab chiqib ketgan Uyg'urlarga qarshi BDT qarorlarini ma'qullab Amerika, Yevropa qatorliq davlatlardan 35-40 davlat Uyg'urlarni qo'llasa, Xitoyni qo'llagan 60-70 davlat chiqqan organ shu. Ama shundoq bo'lsa-mu, bu organninki shundoq arzlarni qabul qiladigan mexanizm bor. Shunga garchi uni qabul qilib balki Uyg'urlarga foydali bir qaror chiqmasligi mumkin yo'q, lekin buningki Uyg'ur davosini kun tartibga akilish yoki kun tartibda tutib turishga ahamiyati bor. Yana bir gap shu gap chiqib qoldi. Bu organ texe necha kun oldida Amerikani ayblab bir qaror chiqadi. Yani dünyada irqiy ayrımçılıkka qarshi turish deb, bununla tünügün Mike Pompeo bu degan xiyonat qilganlik deb, bu degan munofiqlik, ikkiyuzlimichilik, yani Amerikadagi voqeaga qarta qaror ma'qullaysa, ayiblaysa, Xitoydagi boshqa yerdagiga qarta ayiblamaysa, demakchi bo'lish kerak. Bunga norozilik bildirdi. Mening bu kulgim keldi, demisimi Xitoyga o'xshash amaliyotda irqiy ayrımçılık emas, irqiy qirg'inchilik qilayotgan bir davlatni qo'llab 20, 30, 40, 50, 60 davlat imzo qo'ysa, ammo Amerikadagi bir George Floydninki voqeasiga Amerika qonuni ichida Amerika xalqi hal qila oladigan masalaga qarata jiddiy qaror ma'qullaysa, bu haqiqatan demasimi kulkilik bir ish. Endi o'tgan hafta Uyg'urlarga munosabatlik deb qaragan hadiseler içinde yani tüvendikiler var. Bularning içinde şu baştan başlasak Hindistan Xitoyning chegara to'qinishi. Bu Hindistan bilan Xitoyninki chegara to'qinishi aslida şu Britaniya, Angliya Hindistonni tashlab berib chiqib ketgandan keyin, undan keyin Xitoy Tibet va Sharq Turkistonni besib olgandan keyin
yani Hindi hukumati mo Pakistan bilan ayrılıp keyin Kashmir ikkiga bo'linib ketgandan keyin qolib qolgan bir qoldiq masala. Aslida bu masala Hindiston bilan Xitoyning masalasi emas. Aslida bu masala Kashmir bilan Tibetning va bizning masalamiz, Sharq Turkistonning masalasi. Lekin Hindiston Kashmirni kontrol qilganligi, Xitoy Tibet va Sharq Turkistonni besib olganligi uchun bu masala ikki davlatningki, ya'ni ikki kuchninki masalasiga aylanib qolgan. Bular chegara talishib, bilginimizdek, balkim bilmaganlar uchun eslatma, 1962-yili bir qatim urushgan. Shu urushda Xitoy taraf ko'proq Hindistonga zarba bergan. Ammo keyin urush to'xtatish orqali yana Xitoy Hindistonningki besib olgan zamindan yana chekinib, talash tortish boyaga kelgan. Shundan tortib bu yerda bir amaliy kontrol qilish siziqi deb ikki taraf o'rtasida bir siziq bordi. Bu siziqning ikki tarafini Xitoy armiyasi bilan Hindiston armiyasining chegara saqlash qismlari chorlaydi. Ammo yillardan buyon bularning chorlash jarayonida birisi-birisining kirdan deb ancha-muncha urushib, qapoq turishib, tillashib kelgan, xuddi ko'chalardagi lo'kchaklarga o'xshash. Bu qatim bo'lsa ikkisi kaltak to'qmoqlarda urushib, xabarlar qarag'an chog'da Hindistondagi 20 dak askari o'lgan. Xitoy tarafninki, Hindiston tarafninki ba'zi taratqularda deyishchi 40 dak askari o'lgan. Ammo Xitoy taraf buni e'lon qilmadi. Bir askarning o'lganligini e'lon qilmadi. Faqat o'lgan, yaralanganlar bor dedi. Ishqilib bu shu 1960-70 yillardan keyingi Xitoy Hindiston chegarasida yuz bergan eng bir qatamli qonliq voqea hisoblanadi ekan. Bu voqeaninki texmo tafsilotini va keng ko'lamda buningki tushunilishi uchun men ayrim bir Xitoy Hindiston to'qinishi haqida bir leksiya o'rlashtirishni muvofiq ko'rdim. Shunga bu masalani faqat shunchalik eskartib o'tay, shundoq bir hodisa yuz berdi. Bu yerda qisiladigan yana bir masala shu voqea yuz bergandan keyin bizning Uyg'urlarga munosabatli bo'lgan qism mushta aslida tas qoldim, unutib qoldim. Shu bizning Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqun Aysa Hindistonning News X'ning ziyoratini qabul qildi va bu ziyorat munoyiti yaxshi bo'ldi. Hindiston taraf agar Sharq Turkiston mustaqil bo'lsa, chegara masalasini qanday hal qilishlar degandek savollarni so'radi. Dolqun Aysa bunun qarta biz Xitoydek bosqinchi emas, shuning uchun masalani tinch noyiti yaxshi hal qilamiz dedi. Onun boshqa tunugun shu Najmiddin Sharifninki Hindistonningki yakshanbalik muhofazat gizitiga bergan ziyoratini o'qidim. Bundan Najmiddin Sharif bir siyosatchiga xos pozitsiya bilan noyiti yaxshi javob beribdi. Ya'ni bu Hindistonningki Sharq Turkiston davosiga, Uyg'ur masalasiga diqqatini burishiga sabab bo'ldi. Bu jihatni olib aytganda bu to'qinish bizningki diqqat qilishimiz g'arz edi. Deganimdek bu qatimliq Uyg'ur haftaligida so'zlab tugatadigan narsa emas, ayrim bir xos tema qilib turib so'zlayman, Alloh xolisa. Endi yana o'tgan haftada Uyg'urlarga munosabatlik deb qarab men tanlagan temalardan biri bo'lsa, shu Yevropa parlamentining Hong Kongning davlat bexatarlik qonuniga munosabatlik qarori ma'qullaganligi. Endi xabarlarda bor, xabarlarga chiqqan o'tgan hafta yoki undan oldingi hafta men bu to'g'riliq so'zlayman deb oraliqda vaqt chiqarolmadim. Ammo so'zlayman, Alloh xolisa. Shu Xitoyning mamlakatlik xalq qurultayi Hong Kongga munosabatlik davlat bexatarlik qonunida bir qonun ma'qullagan. Bu qonun ma'qullangandan keyin Amerika kuchlik inqiroj qaytdi va Hong Kongning alayda rayonlik o'rnini imtiyozni bekor qildi. Ondan keyin xalqaro jamiyat buning qarta kuchlik inqiroj qaytgan, ammo Yevropa ittifoqi biroz sus qarab kelgan edi. Oraliqda Amerika bilan Yevropaningki munosabatlarining kuchayishiga ergashib, Yevropa ittifoqi o'tgan hafta buningga qarta bir qarshi qaror loyihasi ma'qulladi. Ya'ni Xitoyni aybladi. Bu qaror loyihasi ma'qullangandan keyin Xitoy tarafmi aytib kuchlik inqiroj qaytarib Yevropa ittifoqiga raddiya berdi. Bilginimizdek Hong Kong masalasi yillardan buyon davom qilyapti. Bu masalaning tarixiy va real jarayonlari bor. Buningki tarixiy va real sabablari bor bu masalaning o'rtaga chiqishininki. Endi asosli masala bu yerda yana shu Xitoy diktator hokimiyatida demokratiyaniki yoki avtonomiyaniki yashamaydiganligidan iborat bir haqiqat bu masalaninki tigida yetyapti.
Biz Xitoydagi mayli atalmış Sharq Turkiston, ya'ni Xitoyning tili bo'yicha Xinjiang yoki Tibet, Shizang, Ichki Mo'g'ul qatorli Xitoydagi 5 atalmış avtonom rayonlardagi avtonomiya bo'lsin yoki bugungi Hong Kongga berilgan atalmış yuksak avtonomiya bo'lsin, bu narsalarningki amaliyotda kishilarni aldashdan iborat bir narsa ekanligini vaqtning o'tishi bilan hech narsaga ishlamaydiganligini ko'ryapmiz. Xuddi Xitoylar ayni vaqtda Uyg'urlarga, Tibetlarga bergan va'dasiga amal qilmay ishini qil deganga o'xshash va Uyg'urlarningki olgan avtonomiyasi bugun irqiy qirg'inchilik bilan xuloslananga o'xshash. Hong Kongningki avtonomiyasimi garchi 50 yillik va'da berilgan bo'lsa-mu, aslida menimcha 50 yillik degan gapning o'zimi bir xato gap. Nimishqa deganda bir millatningki, bir xalqning erkinlik hech qachon 50 yil erkin bo'lsa, 50 yildan keyin zulm tatsa debmi bir aloqa kelishim bo'lmaydi asli. Bunun üzümü aynı vaqtda menimcha masalani betaraf qilish uchun vaqtliq o'ylab chiqilgan bir chora, lekin to'g'ri bir qaror emasdi. Ama şu 50 yılga Xitoy bardoshlik bermay, mana qancha yil bo'ldi? 20 yil bo'la bo'lmasdan Hong Kongning avtonomiyasini tadrijiy amaldan qoldirishga tirishyapti. Shu bu yerga tutmaslar deganimdek bir partilik diktator bir davlatda avtonomiyaningki mavjud bo'lamaydiganligi. Avtonomiya bo'lish uchun cho'qim shu davlatda yüksek derecede demokratiya bo'lish kerak. Biz o'tgan yili Kashmirning avtonomiyasini amaldan qoldirilganligini ko'rdik. Hindiston demokratik bir davlat turib, avtonomiyani Kashmirga bergan avtonomiyani amaldan qoldirgan yerda Xitoyningki bunday qilishi Xitoy hokimiyatining tabiatiga uyg'un bir harakat. Bu to'g'riliqmi tafsiliy mazmunlarni ayrim bir tema qilib so'zlashga to'g'ri keladi. Ama Yevropa İttifaqıning bunun qarta inkas qaytirishi bizga munosabatlik. Chunki Hong Kong Xitoydan mustaqillik talab qilayotgan yoki Xitoydan texnik yuksak avtonomiya talab qilayotgan bir rayon bo'lib bilan bizningki davomli diqqat qilishimizga tegishli. Hong Kongdagi ilgirlashlar, Hong Kongdagi yuzlanishlar bizningki sal qarshimizga bo'lmaydigan bir masalaning bir tarafi. Endi nechinchisi kelganini unutib qoldim, lekin shu o'tgan haftada Uyg'urlarga munosabatlik deb tayyorlagan temalarimdan yana biri Xitoyninki Beijingda shu virusninki qaytadan portlaganligi, Xinhua agentligininki xabarlariga qaraganda shu oyninki 11-kuni so'g'i deyman, Beijingda tunji qatam yana bir bemor bayqalgan. Hozirgacha Beijingda necha yuz ming kishi tekshirilibdi va shuning ichida 59 dona kasal bayqalibdi. Beijing'ninki asli sağlamlık bexatarlik derecesi 3. dereceye düşürülüp ekan. Bu voqea yuz bergandan keyin bu bayqalgandan keyin yana 2. dereceye qaytib ketdi. Bu Xitoyninki shu virusininki ikkinchi qatam qayta qo'zg'alish andisini qo'zg'avyotdi. Beijing'da bayqalgan bu qayta bayqalgan bu kasallik hozir dunyoni qayta cho'chitishga boshladi. Masalan, Yevropa İttifaqı, Amerika qatorliq davlatlardami yani ikinci dolqun qo'zg'alamdi degan endişe o'ttirgan chiqyapti. Buningdan yana shu bizningki vatandami o'xshashlam Xitoy virusininki tahdidi har vaqt mavjud bo'lish ehtimolligi borligini, bu shaqchi qanchalik bo'ldi, qanchalik badal to'landi buni bilmaymiz, lekin yana qayta qo'zg'alish ehtimolligining borligini ko'ra oladi ekanmiz. Bilayotganimizdek bizningki yoshlarimizni Xitoyning ichki o'lkalariga zo'rliq majburiy shaklda yo'tkavyotdi, ishlatyotdi. Undan boshqa Xitoylarni bo'lsa bizning rayonga majburiy shaklda yo'tkavyotdi. Demak, Xitoy bilan bizningki davlatimizning Sharq Turkistondagi orasidagi munosabatlar oid ochiq bo'lganligi uchun shunga vaqt bizning xalqimizningki bu virusninki ta'siriga qayta uchrash ehtimolligi bor degan gap. Qadrli to'rdoshlar, qarindoshlar, bugün Uyghur haftalikininki tunji soniga tayyorlagan mazmunlarim shuning bilan oxirlashdi. Alloh xolisa kelak sonda ko'rishaylik. Yoqtirgan bo'lsanglar, yoqtirish belgilarini besib qo'yinglar. Foydali deb qaragan bo'lsanglar, boshqalarga ham bahrlab qo'yinglar. A'zo bo'lmagan bo'lsanglar, qanolimga davomli a'zo bo'linglar. Sizlarga texnik yaxshi mazmunlarni tayyorlab sunishga, Uyg'urlarga munosabatlik Sharq Turkistonda, Xitoyda, dunyoda yuz bergan masalalarni axborot kanallaridan va boshqa manbalardan foydalanib turib, muloyiza aralash shaklda sunishga tirishaman. Kelak sonda ko'rishaylik. Allohga omonat.